hayotda ko'p voqea, mutoyibalar. Niyating yo'ldoshing derlar, har ko'yga solar. Nuroniylar deyishar, yaxshidan boqqonlar. Bor bo'lsin yaxshi damlar, yaxshi odamlar. Mana bo'lar ekanki mana shunday kinolarni qo'ysa, ha bugun bir mazza qilib kino ko'rar ekanmiz-da. Tushunmadim. Svet o'chdimi? Obbo, jonga deydi-ku va. Ketdim, faziliga borib ko'raman. Yo, mana shu elektr energiya xodimlari ham 2 soat qolganda xabar jo'natasanmi? Ha? Kecha jo'natmaysanmi? Hisobingizda pul kam qoldi, to'lang deb. Men kecha borib to'lab kelmaymanmi? Yaxshi kino bo'layotgan joyda pop etib o'chdi qoldi. Aksiga olib, plastik kartamda ham pulim yo'q. Bo'lmasa telefondan to'layveraman-ku. Qo'y, televizorda qo'y. Suyunchi. Yaxshimisiz? Tabriklayman. Kampiring tug'dimi? Ya qanaqa kampiring? Kino bo'lyapti suyunchi. Qo'y. Televizorda qo'y. Menda ham o'chdi. Ha? Jonga tegdi-ku bular. O'chirib. Qolganlarda bor. Ikkovimizda o'chdi, puli tugab o'chdi, puli. Qanday ikkovimizda o'chadi birdan? Ha, esingda yo'qmi? O'tgan safar ikkovimiz birga borib, bir vaqtda bir xil summa to'lovdik. Vaqti keldi, o'chdi-da. Men ham shu ko'rib o'tirdim o'shani. Yur bo'lmasa, to'lab kelaylik, yur. Ana shunga erinib o'tiribman men ham. Shu uyda o'tirib to'lardim men har safar. Valla sen ham gapirasan, shida o'tirib. Yur endi, hazır qilma, yur. Ilova orqali plastik kartangda pensiyang bormi? To'lasa bo'ladi. Meni plastigimda pulni ishlatib qo'ygan kampir. Shu yerdan to'laysan. Telefoningni ber bu yoqqa. Nima? Mana bu ilovadan kirasan. Xo'p, shahar tumanni belgilaymiz. Qo'shrabot. Mana. Mana o'zi boshqa raqam chiqdi. Bu tumanimizning raqami. O'zing raqamingni ayt. Menkim 93lik 348 90. Telefon raqam emas. Qani? Ko'rchigingning hisob raqamini ayt. Men qaydan bilaman uni? Men o'zim plastikimni olib borib bankomatdan pul yechaman-da, o'sha elektrositga olib borib to'layman. O'zlari men nomimga pul tashab beradi. Men hisob raqamni bilmayman, jo'ra. Butun tarix-ku bu. Mana misolchi meniki, meni hisob raqamim 130 76 84. Ana jo'natamizni bosamiz, ana yondi. Qoyilmisan? Qoyilmadi. Bo'pti, men ketdim. Qishloqqa. Kinoni ko'raman uyda. Shunda ko'ramiz yerda. Uyda ko'raman, uyda o'zim yolg'iz mazza qilib ko'raman. Bo'pti. Uying sovuq ekan.
meniki deyapti-ku. Seni hisob raqaming bilmayman deding-ku, menikiga to'ladik-ku. Sen meni pulimni o'zingga to'layordingmi? Ha, o'zing bilmayman deding-ku, Jo'raqul. Hech bo'lmasa ikkovimizdan bittamizda to'k yonsin dedim-da. Ko'rdingmi? Haqqa. O, ana elektrositga borib to'laymiz pulni. Turundingmi? Charchayman men, charchayman. Mana men olib boraman seni. Mashinamda olib kelaman. Yur. Menga qara, unday bo'lsa, ana Hamroqulni ham olaylik. Unda meni pulim bor, qarzi borda mendan naqd pul. O'shani olib keyin to'la. Olmasak keyin senga to'layolmaymiz-da. To'g'rimi? Yo'q. Bu tezsiz bu. Xo'p, mayli. Jo'raqul. Ha. Shuni ertaroq tayyorlab qo'ysak bo'lmaydimi? Ana men tayyor bo'ldi. Menga qara, markazga bo'lyapmiz ana o'g'lingga, ovqat tayyorlab qo'ysin. Akmalgami? Ha? U bilasan, unaqa joyda ishlaydi u, qanaqa bu. Ish ko'p, hali yig'ilish, hali ish, yarim kechasigacha ishdi. Nima qilib uni bezovta qilib? O'zimiz o'tiramiz, o'tirsak. Sekinroq hayda, yo'lda gay-pay chiqib qolsa nima bo'ladi? Gay nima deydi? Menga indamaydi gay. Nimaga? Men organdan chiqqan odamman, ushlamaydi meni. Hammamiz ham o'sha organdan chiqqanmiz. Bu tezlikda o'sha organga qaytib kirib ketmaydi. Ana, yaxshi ish bo'ldi hamroh. Yondimikin endi, ha? Menga qara, Jo'raqul. Uyingga qo'ng'iroq qilib so'ra, ya'ni yonmagan bo'lsa yana qaytib kelib sarson bo'lmaylik. To'g'ri aytasan. Ha. So'ra. Raqami necha edi, kampir? 93lik yoz. 93lik. 248 248. 96 41. Sen qayerdan bilasan meni kampirimning nomerini? Telefon qilib so'ra, bo'lmasa hozir o'zim so'rayman. Menga yomon qaraysan. Har kuni meni kampirim, seni kampiringga, meni telefonimda qo'ng'iroq qilgandan keyin yod bo'lib ketgan. Shundayda. Siz bu. Alo, kampir. Nima bo'ldi? Ana tok keldimi? Ay, yaxshi ketdi. Ha, yaxshi. Bo'ldi. Bo'ldi, bolalar. Vaqt ketyapti. Uyga qaytaylik, ovqat qilishimiz kerak. Shoshmay turinglar. Nimaga bir kirib chiqaylik? Qayerga? Hop, poliklinikamizga bir kirib chiqaylik-da. Nima qilasan? Unaqa rejang yo'q edi-ku. Ishim bor meni. Mazang yo'qmi? Mazam bor. Ha. Esingdami? Harbiy xizmatga borganimizda fikri buzilmasin deb ukol qiluvdi. Ha. Ana shu endi ta'sir qilyapti-da. Mana piyoz. Mana piyoz. Piyozni nima qilasan? Ovqat qilamiz-ku hozir Fazlnikiga borib. Ey, piyoz nech pul? 6000. Arzon bo'lib qoldi-ku. Ha, Ey, 10,000, 15,000, ha? o 20,000 dan. Ey, mana shu piyozni orqasidan milliarder bo'lib ketgan bitta odam bilaman men. Kim ekan u? Milliarder bo'lib ketgan shu. Hop, kim? O Jenisbek Piyazov. Bir nima yeylik, qorin ochqab ketdi. Ya, Shu yeymiz, pishiramiz deb piyoz olyapmiz. Ha, uyga borib ovqat qilamiz. Ya. Fazlnikida men yeydigan taom yo'q. Tushundingmi? Shu yerdan yeymiz. Qanaqa taom yo'q ekan, sen yeydigan menikida? Asart yeydigan taom bilasan, ana shu taomdan yeyman. Hech kim yemagan taomdan yegim kelyapti men. bu asarti nima degani endi? Asart yeydigani. O'qimagan. Hech kim yemagan ovqat yegin kelyaptimi? Hada? Aynan o'sha hech kim yemagan asarti
Bizda uyda bor. Yo'q ey. Yur. Yo'q ey, ishonmayapman. Qani ketdik. To'xta. Nima? Tish pasta olay, uyda tish pasta tugabdi-da, shunda chiqib ketamiz, xo'pmi? Bo'p, yuring. Unga tushpasda ham qo'shiladimi? Ha, kir sovun ham qo'shamiz. O'zing ko'proq yeysan. Yo'q ey. Uyda qolmabdi. Yuring. Qanday xato aka u? Voy, rosa charchadik, bir pas nafas olaylik endi. Ha. Uyatsiz. Nafas olaylik deyapmiz. Mana u. Yomon qatli yopdi kimdir. Chaqirib ketdi odam. Piyola yo'qmi, piyola? Hamroh. Ovqatdan keyin ichasan shuni. Mazangni qochinadi hozir. To'g'ri aytasan. Hozir kelaman men. Qaqa 40 daqiqada qaytaman. Tezlash, ovqat qilishimiz kerak, tezlash. bir qarab keling. O'tir. Bo'pti, tezlashtir. Asartini ham tezlashtirsin, ay. Ey! Ya bo'ldi-da endi. 3 marta ham yuvamiz, 3 marta. Voy aytdim-ku, uyda pasta qolmagan ekan deb. 3 kundan beri tishimni yuvganim yo'q edim. 3 kunlikda yuvib qo'yay deb 3 marta yuvyapman. Ahmoqman o'yingi, ahmoqman. Ha, nima ekan? 3 kun bo'libdi tishini yuvmaganiga, 3 kunlikda birdan yuvaymish. Ha, nima? Mana masalan, men ertaga Adirga chiqib ketaman 4 kunga. Hozir kechqurun uyga boraman-da, 4 marta ketma-ket tish yuvaman-da, bo'ldi. 4 kun yuraveraman Adirda. Nima qilsa bo'ladi? Nima bo'lmas ekan? Mana odamlar yo'q mashinaga 1 yil oldin pul to'lab qo'yishyapti. Ye. Ana bor ekansan-ku. Asarti sen buyurtma qilganmiding? Ha, menda. Qani? Nima bu? Dimlama, mastaba, qovurilgan tuxum, sumalak. Yo, nima bu? Bu asarti bu. Asarti? Ha? Asarti nimaligini bilasanmi o'zi? Ovqatda asarti. Asarti degani shu o'zbekchasiga aralash, turli tuman degani. Mana. Ey, abi qolgan kutgan ovqat-ku bu. Buni hech kim yemaydi-ku. O'zing aytding-ku, men hech kim yemaydigan taom yeyman dedim-ku. Mana bir haftadan beri hech kim yemayapti. Marhamat qilsinlar. Asarti. Ey, bu hazil edi. Bu hazil. Aslida-chi, devsizlar ko'rishdan do'ppidekkina osh tayyor bo'ldi. Rostdan, hoziling qursin seni. Asarti yemayman. Hazil. Ne buncha kech keldingiz? Yig'ilishda edim. Tinchlikmi? Doim yig'ilishda bo'lasiz. Doim kech qolasiz. Aniq ko'nglim sezyapti. Bittasini topib olgansiz. Nimalar deyapsan? Esing joyidami? O'ylab gapir. Ha, hali ko'ramiz-da. Ko'ru.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, Husanboy. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Menga qara. Daftaringga 3 ta bobongni yozib qo'y. Pensiya olganda beramiz, xo'pmi? Endi sizlar menga pul bermaysizlar, men sizlarga pul beraman. Bizga pul berasan? Sen ko'pirni kengaytiraman deb pul yig'atuvding-ku. Uni qaytarib berasanmi? Uni boshqa yo'l topildi. Qanaqa yo'li topildi? Open budjet. Opang budjet? Open budjet. Opin budjet. Nima bo'ladi unda? Har bir odam ovoz berganiga 5 ming oladi. To'xta. Hozir men ovoz bersam bir kishiga, sen menga 5 ming so'm berasanmi? Bo'lmasa butun qishloq uchun men ovoz beray. Bitta odam bitta ovoz berishga haqli. Ber shunga, bizakini ham ber. Ber bizakini ham, biz ovoz beramiz. Ha, 3 kishinikini. Ol. Rozi bo'ling. Nima? Yoz menikini. 94lik 371 09 81. Yozaymi? Buncha kechganmiz? Komissiya kelib qoldi. Shular bilan bo'p Bugun yig'ilish. Bugun komissiya. Boshqasini topib olgansiz. Qo'ysang shunaqa gaplar. Qo'ying dedi jonasi. Qo'ying. To'g'risini ayting. Voy, Doim shunaqa qilasiz. Og'zimda yopasiz. Doim og'zimda yoping. Ha, Husanjo'ra. Ishlar yaxshimi? Yaxshi. Qanday? Ashraf o'rtoq ovozgina ovoz yetmayapti. Sen ham ovoz ber. Qanaqa ovoz Husan? Men g'ururimni ovozli pulga sotmayman, tushunding? Qo'ya yig'ishtir shunaqa ishlaringdek. Ketdim. Maşallah, qandaysiz? Yaxshimisan? Siz hollar yaxshimi? O'zing zo'rmi? Zo'r. O'zimiznikidan bitta. Bo'ldi. Mana. Bu yerda kam-ku 5000 so'm maşallah. Ha, yozib qo'y, beraman. Qarzga bermayman. Aslida keyin safar tashib ketaman deysiz. Bermaysiz. Ber. Bermayman. Bugun oyda oxiri rashid qilishim kerak. Bo'ldi, hozir olib kelaman. Olib kelaman, ketib qolma, xo'p? Olib kelaman. Sen, do'stim. Do'stim. Kela, do'stim, Do'st. Men qishlog'im gullab yashnashi uchun meni ovozim kerak ekan. Men g'ururimdan voz kechib bo'lsa ham beraman ovoz. Yoz telefonni. Birinchi menga 5 ming so'm berib qo'y. Bo'pti. Fazli? Fazliddin. Fazli. Fazli, hey! Fazli. Kela qani? Iye. Yaxshimisan? Abraqil, jo'ra. Yaxshimisan? Oling. Hey, Tinchlikmi? Men vahima qilibsiz, baqir chaqirib. mashrab qilib yuribmiz-da qachondan beri. Yo'q, mashrab. Mashrab nima qilasizlar? U va'da beruvdi bizga. Menga haligi qo'ylarimni junini olib berishga va'da qiluvdi. Men ana toklarimni ochib beraman dedi. Va'da bergan bo'lsa, bugun bo'lmasa erta qilar, erta bo'lmasa erta abidgacha qilar. Qo'y, shunga ber. Hey, to'xta, tushunmayapsan. Apparat abonent o'chirilgan deyapti. Telefonni quvvat tugagandir. Ya, Kecha quvvatlagan qo'ymagandir. Sen tushunmayapsan, eshit buni.
abonent apparati o'chirilgan demayapti. Apparat abonenti o'chirilgan deyapti mana qara mana. Eshittir. Ana. Qo'ng'iroq qilinayotgan apparat abonenti o'chirilgan. SMS yuboring yoki keyinroq qo'ng'iroq qilib ko'ring. Ha, bo'ldi. Mashrab. Va Mashrab. O'tiringlar, yer qimirlayapti yer. Tik bo'lsan-ku. Seni kim o'chirdi? Hech kim o'chirgan, men yonyapman men. Qayerdan olding? Sobirdan oldim. Sobirdan. Sening do'koningdagi Sobir sotuvchini aytyaptimi? O'shani aytyapsanmi? U aroq sotmaydi-ku. O'shami aniq. Yur. Yur jo'ra qil. Yur, Sobir sotuvchi. Mana shu Mashrabni ahvolini ko'rib ba'zan o'ylanib qolaman. Mana senda. Nimang ko'p? Qo'y ko'p. Seni qo'ying ko'p. Jo'ra qil. Seni nimang ko'p? Endi menda bilasan, uzum, mayiz. Xo'sh, Sen nima ko'p? Meni gunohim ko'p, hamroh bo'l. Kelinglar, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Xomraboy, yaxshimisiz? Rahmat. Fayzboy, qandaysiz? Men zo'r. qandaysan? Qandaysiz? Ayt, xotinday. Menga qara. Mashrab aytdi. Sobirboyda ichib kelyapman dedi. Olmaylar o'zimiznikidan. Begonamiz. 05. 07. Ha, 05. Hey. Ketsa sendan ketibdi-da endi. Ozgina ketsa nima? 07 qil shuni. Xo'p. Bo'lsa 07. Hey! Yaramas. Butun qishlog'imizning erkaklarini aroq ichishga sen o'rgatyapsanmi? Aroq sotib, ha? Men senga aytganmidim, do'koningga sotuvchi qo'ysang, bir yaxshirog'ini qo'y. Bunaqangi harom narsalarni sotmaydiganni qo'y deganmidim. Men senga nima dedim? Nima deb kelishuvdik? Ha? Sigaret sotmaysan, ha? Nosam sotmaysan kerak bo'lsa, aroq umuman sotmaysan deganmidim? Nima qilganing bu? Mashrabni raso qilgan shu bola-da, ha? Chiqqandan ol hujjatini ol yiqit. Chiq. Ko'zimga ko'rma. Zuhra? O Zuhra. Voy. Dadajonsiz uxlab qolibman-ku. Nega buncha kech qoldingiz? Yig'ilishdamidingiz? Yo'q. Komissiya keldimi? Yo'q. Komissiyam kelgan yo'q. Keling, dadajonisi. To'g'risini ayting. To'g'risini aytaymi? Ayting. Ha, aytaman.
ishdan shunday chiquvdim. Bir chiroyli bir ayol turgan ekan. Mashinada yurayotgandim, qo'lini ko'tarib to'xtatdi. To'xtadim men. Mashina shunda o'tirdida, yo'lingiz bo'lsa shunday vokzalgacha tashlab qo'ying deb aytdi. Nima deyman endi? Xo'p dedim. Keyin yo'lda ketayotdik. Yo'lda ustida bir kafe bor ekan, qornim och dedi. Kiring bir choypay ichaylik deb taklif berib qoldi. Kirdik, choypay ichdik. Bir muzikalar bo'lib yotgan ekan, maza qilib o'yin kulgu raqslarga tushdik. Keyin shu telefon nomerini berdi, shu kech qolib ketsam mabodo telefon turaman, tanishib oldik-ku mana deb shunaqa telefon nomerini berib ketdi. Bu yolg'iz yashar ekan keyin. Vaqti bemahal bir xabar olib tursangiz ham mayli dedi. Qo'ying dadajonisi. To'g'risini ayting. Yig'ilishda bo'lgansiz-ku siz? Yo tekshiruvchi kelganmi ishxonangizga? Nimaga aldaysiz? Doim shunaqa meni aldaysiz-ey. Undan ko'ra to'xtangizga ovqat olib keling. Xo'p, dadajonisi. hayotda ko'p voqea mudoyi